Kichik maxoni oilada silib o'qishdan ma'vatqanlar, xamirni qilishni bilmayotganlar, kichik maxo silish intayin bek oson. Yosh oilada kichik maxo qilib o'qishdan ma'vatqanlar, xamirni qanday qilishni bilmay, chiroyli chiqarmayotganlar bizning do'konimizda kichik maxo eshga silga oilada oson holatdagi Cın bu musim qılalaydigan maxo qilish usulini olib keldik do'stlar do'konimizga sag'ach. O'shin tafsili ko'rib igun e'lonlar. Qaranglar do'stlar, deysimizga 1,5 china alat suyimizni to'kib olamiz. Andan 1 china shakarimizni silib, mushravuz shakar irigicha matilib olamiz. An 1,5 china mayni quyib olamiz. Andan 1,5 qoshiq sodani silib olib, 2 china unimizni mush deysimizga silib, hammani qo'shiblar xamir yug'urimiz. Do'stlar, tuz sanmaymiz maxoning xamirga. Shakarning tatligi bilan o'xshaydi o maylari. Andan xamirimiz bo'lib, uni tuğandan keyin kichik holat kesib olamiz. Mana mushunday kesib olgandan keyin bir taraf eshishga boshlaymiz. Bir tarafga ravrs eshilib bo'lgandan keyin andan cho'galtib, yana keynaga yandirib, mana mushunda ko'rib turayotganinglardek mana mushunda holat eshib olsanglar bo'ldi. Maxo eshishmi intayin bek oson. Har bir oila ayollari bu maxoni eshalaydi. Ko'dongim shagird qizlarim bilan biz do'konlarda mushunda inchga chiroyli bo'lgan maxolarni mushunda eshib chiqirmiz. Sizlarmi oilada cho'qim qila olasizlar. Oilada